Ma kömüşni qimmat ap qalgan dehqonni unchalar yig'latmayli tuqqanlar, ha. Taxi bir 21 ko 22 ko uçup qalgani yo'q. Esingda bo'lsin unutib qolmanglar. Ha, dehqonni yig'latgan, xotin kishi yig'latgan odam yaxshi kun ko'rmaydi. Ha, xuddi bir aşı yetim oğal tul xotinni bo'zaq qilgandekli bir ish bu. Shunga ha 21 koy, 22 koy alimizda dehqonni unchalar qaqishtirib ketmang tuqqanlar. Bo'lsa shu kömüşni qimmat ap qalgan tuqqanlarning vaqtini ta'xir qildinglar. Bir kun degan oila yo'q, ati dushanba bo'ldi ekan-ku, ati bozor ichildi. Ya bog'dan chiqa, ya tog'dan chiqa. Kömüşlaringni sotmay turinglar. Agar zot bugunning o'zini setib etmasam bo'lmaydi, jiddiy pul lozim, xayrigul deb qolib qolsanglar. Ha, o chaqda men ap qalay. Men 23 qo'yib ap qalaman. 177 26 72 16 11 degan nomerimni qo'shib, men bilan aloqalasanglar bo'ldi. Jumim. Nepiz benzini 23 koy, nepiz benzini 24 koyap qalaman, ton benzini 23 koyap qalaman. Manda desam jiqlaringlar, nepiz benzin bilan ton benzining qanday farqi bor deb so'rabsizlar. Emniyeti bu yerdagi farq, shu benzininki nusxasida bo'ldi jumu. Benzinlikqa nusxa puli shu, nayti bir nepiz benzin deganimda cho'risida naqashtirib chiroyliroq, endi nepiz sal ko'rkamroq chiqdi. Ton benzin deganimiz shu o'tirsizlar, nalam xal chiqdi balam. Köpinçinlar ton benzin var ki, satqandımı, ağandımı, şu ton benzinler, nepiz benzin, bize farklandı. Hem de bir yer bunda desem, sen özen kancılık adamdan deyip, yani nurgullarını tillap koymanlar. Ben mi şu paydalıdık adam? Zihni aşkınmayım. Lekin, ben onda 1 koy, 2 koy, 5 mi onda paydasını almayı deyip oturmadım. Az. Qaysını bir benzinde bir moçen paydasını mal setip baktınlar. Bunu ben hazırlık kadar şu bir benzinde, bir moçen, bekçe qalsam 2 moçen, işte 1 mo 2 mo paydasını mal setip qıvattım. Lekin, xil obdan ravrus chiqsatdim. Ham qo'ldan chiqarmaganlarnikini yaxshi setib oldim. Endi bo'l ortiq qilmay 177 26 72 16 11 degan nomerimni qo'shib, men bilan aloqalasanglar bo'ldi. Ko'mish sotadigan oldiga ustamlar. Juma.